Bilamizki, YouTube orqasidan anchagina daromad qilsa bo'ladi. Ammo siz haligacha kulgili videolar qo'yib yuribsiz. Bugungi videoda men sizlarga YouTube orqasidan top 3 ta eng zo'r pul topish yo'llarini o'rgataman. YouTube'da 1 million obunachidan ko'ra 1000 ta obunachi yaxshiroq. Nega bunday deyapman, bilasizmi? Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Deylik, sizning YouTube kanalingizda 1 million obunachingiz bor, ammo bu auditoriyangiz sizga pul topishga yordam bermaydi. Siz PUBG Mobile kanal ochdingiz va sizning 1000 ta obunachingiz bor. Va shu 1000 ta obunachi orqali siz 200 ming, 300 ming so'm foyda qilyapsiz. Birinchi o'rinda Telegram kanal ochamiz. Telegram kanalimizga YouTube kanalimizning nomini kiritamiz. U yerga Tedim turniriga start berildi. 32 ta odam qatnashishi mumkin. Slot sotib olish 10 ming so'm deb yozamiz. Yozganimizdan keyin o'zimizning inglizchamizni qoldirib, murojaat uchun deb yozib qoldiramiz. Endi sizning turniringizga 32 ta odam qatnashi, 32 ta odam 10 ming so'mdan bersa ham 320 ming so'm pul yig'iladi. YouTube'ga 100 ming so'm qo'yish kerak bo'lsa, odamlarning ko'zini o'ynatishingiz osonroq bo'ladi. Ikkinchi usulimiz juda oddiy usul yordamida YouTube orqali pul topasiz, ya'ni monetizatsiya. Ammo sizga YouTube shunchaki pulni berib qo'ymaydi. Videolaringizda qanchalik aktivlar yaxshi bo'lsa, keyingina monetizatsiyadan pul topsangiz bo'ladi. Uning uchun YouTube Studio ilovasiga kirib olamiz va biz monetizatsiya bo'limiga o'tamiz. U yerdagi biz 3 ta zadaniyani bajarishimiz kerak. Uchinchi usulimiz UC servis, ya'ni PUBG Mobile uchun UC'lar. Buni reklama qilish juda ham oson, shunchaki videolaringizda biz yangi UC servis ochdik. Bu UC servisda narxlar boshqa UC servislarga qaraganda juda ham arzon deb reklama qilasiz. Eng arzon saytda esa JHP orqali topsangiz bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va keyingi video qanaqa bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Hammalaringga rahmat.